Diqqat! Qishloqda yashaydigan fermerlar uchun ajoyib xushxabar e'lon qilindi. 2 million so'mgacha subsidiya beriladi. Bugun shu haqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi fermerlar uchun muhim yangilik e'lon qilindi. Endi paxta va bug'doy yetishtiruvchi fermerlarga birja orqali xarid qilingan dizel yoqilg'isi uchun 2 million so'mgacha davlat subsidiyasi berilishi mumkin. Bu mablag'lar kimlarga tegishli? Qanday shartlar asosida ajratiladi? Eng muhimi, fermer subsidiya olish uchun alohida ariza berishi kerakmi? Barcha tafsilotlarni bilish uchun iltimos ushbu videomizni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videomizga like bosishni ham unutmang. Diqqat qiling. Adliya vazirligi tomonidan 29-iyul kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan vaqtinchalik nizomga muvofiq paxta va bug'doy yetishtiruvchi fermerlarning birja orqali xarid qilingan dizel yoqilg'isi uchun sarflangan mablag'larning bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Tartibga ko'ra 1-apreldan 1-iyulgacha birja savdolari orqali xarid qilingan dizel yoqilg'isining 1 tonnasi narxi 13 million so'mdan oshib ketgan bo'lsa, belgilangan chegaradan ortiqcha to'lovning 2 million so'mgacha bo'lgan qismi subsidiya qilinadi. Ya'ni dizel narxi belgilangan me'yordan yuqori bo'lgan taqdirda ortiqcha xarajatning ma'lum qismi fermerning o'zida qolib ketmaydi, davlat tomonidan qoplab beriladi. E'tiborli jihat shundaki, fermer subsidiya olish uchun alohida ariza topshirishi shart emas. Mablag'lar proaktiv, ya'ni avtomatik tarzda ajratiladi. Biroq buning uchun bir nechta muhim shartlar mavjud. Avvalo, dizel yoqilg'isi faqat birja savdolari orqali xarid qilingan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, fermerning ekin maydonlari va ekin turlari Agroportal axborot tizimiga kiritilgan bo'lishi lozim. Uchinchi shart, xarid qilingan yoqilg'i aprel-iyun oylarida agrotexnologik xarita bo'yicha belgilangan qishloq xo'jaligi ishlariga sarflangan bo'lishi kerak. Subsidiya miqdori ham fermer tomonidan qo'lga hisoblanmaydi. Agroportal ma'lumotlari asosida tizimning o'zi avtomatik hisob-kitob qiladi. Hisoblangan mablag'lar vakolatli organ tomonidan fermerning tijorat bankidagi maxsus hisob varag'iga 3 ish kuni ichida o'tkazib beriladi. Agar texnik nosozlik yoki axborot tizimlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvida uzilish sababli fermer haqidagi ma'lumotlar vakolatli organga yetib bormasa, fermer yozma ravishda yoki Agroportal orqali elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Demak, yangi tartib avvalo paxta va bug'doy yetishtiruvchi fermerlarning yoqilg'i xarajatlarini qisman yengillashtirishga qaratilgan. Ayniqsa dizel yoqilg'isi narxi belgilangan chegaradan oshib ketgan holatlarda fermerlar uchun bu qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Aziz tomoshabinlar, agar siz qishloq xo'jaligi sohasidagi shunday yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va ushbu xabarni fermer tanishlaringizga ham ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.